Bandasi Barakay YouTube va bizning hozirgi videomizning ikkinchi videosi, ya'ni ikkinchi qismi. Mana bizga kelibdi. Sezon pasdan, draftdan va Dream League Life'dan kelarkan. Afsuski Husanov yo'q. Afsuski. Fa bo'lmaymiz, keyingi chempionlarda kelib qolishi mumkin. Mana hozir men buni qanday qildim? Ya'ni sizlarda data vremya chiqadi va sizlar uni 5-aprelga qo'ysangiz, mana shunday chempionlar keladi. Lekin sizlar o'yna olmaysizlar. Chunki data o'zgargan mana. Lekin sizlar chempionlarni ko'rsangiz bo'ladi hozircha. Menimcha Husanov shu Sar bilan Voskovikning o'rniga kelsa yaxshi bo'lardi. Nega Husanov yo'q? Buni kommentariyaga yozib ketasizlar.